Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik-ku darsimizda. Bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha." Kim deyaptilar Rasululloh? Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar: kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib, tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi.